Алдыңғы videoda to'g'ri go'shti kraxmal qiyzisi tayyorlab chiqasam, nurg'un onalar kala go'shtini tayyorlig'ini bo'lamdi deb inkas qoldiribdi. Undaqda bugun maxsus go'sht yeyishni yoqtirmaydigan bolalarimiz uchun kala go'shtida kraxmal qiyzisi tayyorlaymiz. Qo'shimcha yemek to'pollar bormi deb so'rayotgan onalar yaqinda undilarda maxsus qo'shimcha yemeklik o'g'itish va o'rganish to'pi qurib qo'ydim. Kuni bo'g'ingizga qanday qo'shimcha yemeklik tayyorlab berish to'g'risida bosh qotirayotgan bo'lsangiz, boshpatdagi undilarni burda qo'shib to'pga kirib olsangiz bo'ldi. To'pda o'zingizning bo'g'ingizga tayyorlab bergan har xil qo'shimcha yemeklarni yo'llash orqali o'g'itish va boshqa onalarning aytgan qo'shimcha yemeklarni ko'rib o'rganish. Undan sir har xil bola sog'lomlik to'g'risidagi fikrlaringiz va savollaringizni o'rtoqlashsangiz bo'ldi. Men go'sht qiymasiga zira, tuz, qarmush qatorli xurishlarni soldim. Agar sizda texnik yeyishlik tetik qo'risipi bo'lsa, ayamay inkas rayoniga yo'llab qo'ying, o'rganib olaylik. Go'sht qiymasini tayyorlab bo'lgandan keyin yemeklik o'lchamiga yetgan qiz yasash xaltasiga qachilab, cho'ng kichikligini mavi do'konlarda bir so'mga sotilayotgan qizning uzunligiga o'xshash qilib chegib oldim. Qizni suv qaynamasda qozonga silib 40 minut pishirib olsaqla tayyor bo'ladi. Eng oxirida ota-onalarga savol: siz bolangizga do'konning qizlarini berishni tanlamsiz yoki o'zingiz tayyorlab beramsiz va yoki qizni yegizmamsiz?